Ana akamiz yana bitta bilet oldi. Aka, qaysi kunga qanchaga oldingiz aka? Xudo xolasa 24-chizloga 24-chizloga Monakodan Toshkentga qanchaga tushdi aka? 8000 rubl. Bagaj bormi? Bagaj bor. Necha kilo bagaj, necha kilo ruchnoy? Короче, bagaji 20 kilo bagaj, 20 kilo bagaj, Monakodan 2 kilo ruchnoy. O'zbekiston samolyoti. Chiroyli bo'ldimi aka narxlar? Xudo xolasa zo'r bo'ldi. Qarang aka. Mana telefon aka. Mana ikkinchi pastdagi yozilgan tepadagisini boshqa o'yin. Pastdagini aka. Shu ismni topsangiz, ikkita imkon, bitta ham emas, mana ikkita. Agar topsangiz aka mana shu yerda aka yostiqchasi bor, powerbank, naushnik bor aka. O'shaning bittasini sizga shunday podarka qilamiz aka. Mana o'yini zo'r aka. Qani ketdi aka, ayting mana ikkita ism. O'g'il bola ismi, yana bitta yordam sizga. O'g'il bola ismi ikkita aytasiz. Ikkita shans. Ikkita shans bor. Aha, ketdi. Qattiqroq ayting faqat. Eshitsin bularni. Birinchisi Javohir. Yo'q. Ikkinchisi Ulug'bek. yo'q aka, topa Yana olmadingiz. bitta shans bering, kishidan boshlanadi aka. Shedan. Mana ketdi mana. Javohir deganingizga ismi Javohirda, bu yog'ini ham. Shedanmi? Aha. Ha, Sherzod bo'lasiz. Aka yaqinlashdingiz. Mana aka, pastdagi ismni ko'ring. Nima deb yozilgan ekan? Shuhrat. Shuhrat. Aka agar yutganingizda oladi aka, realniy. Dushadi. Xafachilik yo'qmi aka? Yo'q. Bo'ldi aka. Xursand bo'lsangiz bo'ldi aka. Eson-omon yetib oling Toshkentga. Ishlaringga ro'z. Rahmat aka. Rahmat.